odamning pastkash va tubani qanaqa bo'ladi desa, mana shu odamga o'xshagan bo'ladi deb bemalol aytishimiz mumkin. Internetni portlatgan video. Ochiqni aytadigan bo'lsa, odam bu darajada vahshiy va pastkash bo'lish uchun onadan qanday tug'ilish kerak bilmadim. Ya'ni jamiyatda bu odam qanaqangi xo'rliklar ko'ribdiki, bir beozor hayvonga shuncha zulm o'tkazadi. Hatto hayvonlar, mana sherlar ham o'ljani yeyotgan vaqtda shunchaki qorni to'yg'izishligini bilib turasiz-da. Ya'ni bu xo'rlamaydi hayvonni. Hatto hayvonlar bir-biriga mehribonda, mana videolarni qo'yib ketamiz. Odam nima uchun bunaqa vahshiy? Jamiyatimizda nima bo'lyaptiki, bu darajada vahshiylik? Yana bu akaga ma'muriy jazo beribdi. Men bunaqa holatlarga jinoiy jazo berilishining tarafdoriman. Sababi bu birinchi holat emas. Biroz oldin eshakni sudrashgan edi. Undan oldingi eshakni yoqib yuborishdi. Yana bir mushukni bunaqa qiynagan holati ham birinchisi emas. Bitta odam yoqib yuborganda ustiga benzin quyib. Bularga keskin chora ko'rish kerak. Bu jamiyatda bir yuzi bu. Bu hayvonga shunaqa qilyaptimi, oilasiga nimalar qilishini siz bilmaysiz.